Aziz do'stlar, mana shu Ota-onalar akademiyasi endi biznesda men ozgina shu ustozlik qilgan joyim bor. Shoir opamni yana uzoq yillik, 2 yillik men bilan maslahatdagi undan oldingi necha yillik o'ylagan, rejalagan, dasturlashtirgan loyihalar. Bu loyihada hozir tez yozilib, o'zingizlarning ustingizda ishlashni boshlaydi. Chunki farzandlarning tarbiyasi ota-onaning tarbiyasidan boshlanadi. O'shanda Shoir opam bilan shu loyihani birga qilaylik deb taklif bergan edilar. Hozir endi men vaqtim yetmaganligi uchun birga qila olmadim, lekin baribir Shoir opamni men o'zimning eng kuchli shogirdim deb bilaman. Chunki mana oxirida baribir shu loyihani qildilar. Loyihalar ko'paydi. Eng zo'rini tanlab oldi. Va men ham shu loyihani qiling deb tavsiya etgandim. Lekin men ham bu loyihada bir necha marta kelib, o'zim ham shaxsan seminar o'tib beraman. Darsda o'tib berasiz, xudo xolasa. Katta rahmat sizga.